Assalomu alaykum, hurmatli bizlarning History Clubning a'zolari va kuzatib boruvchilar. Biz video formatdagi podkastlarimizni ikkinchi sonini boshlayapmiz. Birinchisi nima bo'lgandan keyin, birinchisi chiqqandan keyin juda kutilmagan holatda juda ko'p kishi fikrlarini bildirdi. Anchagina odam ko'ribdi, kutmagandik. Ko'p tanqidlar bo'ldi va ko'pchilikning fikrlarini eshitdik, qabul qildik, inobatga oldik. Endi nasib bo'lsa bugun ikkinchi sonimizni olyapmiz va birinchi sondagi qilgan xatolarni qilmasdan yana ham yaxshiroq tarzda olib bormoqchimiz. Bugungi podkastimiz speaker sifatidagi mehmoni Maftunqul aka, Samarqand pedagogika instituti magistratura bosqichi talabasi va mavzumiz kam yoritilgan mavzu demoqchi edim, lekin mavzuga tayyorlanish jarayonida ko'rdimki, anchagina ilmiy ishlar qilingan ekan bu mavzu haqida, lekin xalq orasida nisbatan kam bilingan yoki deylik internetda mana bunaqa ko'rsatuvlar, videolar kam bo'lgan va ko'pchilik oddiy odamlar tanimaydigan Dukchi Eshon haqida va Dukchi Eshon boshchiligidagi Andijon qo'zg'oloni haqida. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Boshlaydigan bo'lsak, Dukchi Eshon o'zi kim? Qachon yashagan? Qanaqa odam bo'lgan? Nimaga aynan u insonni atrofida odamlar birlashgan va sekin-asta qo'zg'olon haqida ham gapirib ketamiz. Rahmat. Mansurbek, qarang, siz bu taklif bergan paytingiz men ham ikkilanganimda, qanday bo'lar ekan, kam ma'lumot topsammi yoki havaskor tarixchi sifatida, tarixga qiziquvchi sifatida qarab ko'rganimda bir-biriga qarama-qarshi narsalarga, ma'lumotlarga duch keldim. Hozir ikkiga bo'linadi. Manbalar va olingan manbalarning eng ko'pi rus arxiviga oid. Peterburg, Moskva va Toshkentdagi o'sha rus arxiviga oid bo'lgan ma'lumotlarga tegishli. Dukchi Eshon haqida aynan u kishini o'sha qo'zg'oloni davridagi protokollar, hujjatlar, surishtiruv paytidagi ma'lumotlarni jamlab shunaqa keladiki, Dukchi Eshon 1846 yoki 56-yil mana shu ikki oraliqda tug'ilganligini va qo'zg'oloni paytida u kishining 42, 45, 51 yoshda ekanliklari aytiladi. Masalan, bu ham aniq emas. 42 yoshdaligi bu rus hujjatlarida. Surishtiruv hujjatlarida masalan siz bilgan Dukchi Eshon nomli hujjatda qissada surishtiruv payti Dukchi Eshon o'zini 45 yoshdaman deb aytganligi aytilar ekan. Boshqa manbada masalan o'sha Dukchi Eshonning zamondoshi yozgan Dukchi Eshon voqeasi degan asarda 51 yoshdaligi aytiladi. Shundan bilamizki, u kishini qo'zg'olon paytida o'rta yoshlarda bo'lganligini tushunishimiz mumkin. Ancha yosh bo'lganligini bilishimiz mumkin. Va shunday manbalarda keladi 1846 deb olsak menimcha muvofiqroq. 1846 va 1898-yillar oralig'i u kishining yashagan davri deb ko'rsatiladi. U kishi oddiy inson bo'lganlar, yoshligida boshlang'ich ma'lumotlarni berdingiz. O'sha tojik qishloqda adashmasam, keyinchalik Mingtepaga, hozirgi Marhamat tumaniga 10 yoshlar atrofida ko'chib kelib, shu yerda yashab qoladilar. Otasi Sobir o'g'li, Dukchi Eshon asl ismi Muhammad Ali Eshon Sobir o'g'il. Qo'shqarlik bo'lishgan aslida. Avlodlari Qashqarlik ekanligini ham biz rus hujjatlaridan olamiz. Aslida Dukchi Eshon surishtiruv paytida men 45 yoshdaman, avlodlarim Qashqarlik bo'lishgan deb ta'kidlagani aytiladi. Bu ham uning tilidan olingan ma'lumot sifatida keltiriladi. U kishi oilasi yashashi og'ir bo'lganligi uchun o'sha davrda hatto Qo'qon xonligida ta'siri katta bo'lgan Sultonxon To'ra Eshonni yordamiga shogirdlikka kiradi va uni xizmatiga o'tadi ancha vaqt va o'sha yerda diniy bilimlarni o'rganadi. Undan tashqari hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Otasining kasbi bo'lgan shu duk yasash, undan tashqari duradgorlik, ustachilik deyishimiz mumkin. Bemalol beshiklar va boshqa hunarmandchilik buyumlari yasashni bilgan inson va xalqning orasida paxsa urishi bilan ham mashhur bo'lgan ekan va shu sababdan ham usta degan nom olgan.
va oddiy ustani bilamiz, bu qadar xalq orasida obro' topishi qiyin masala. Oddiy nima mantiq bilan ko'radigan bo'lsak, va bu yerda obro' oshishini sababi aynan o'sha Sultonxon To'raga muridligi va uning o'limidan keyin Mingtepaga kelib eshon sifatida faoliyat yuritishi hisoblanadi. Shu o'rinda aytish kerak, Dukchi eshon o'sha butun ma'lumotlarni Sultonxon To'ra davrida muridligi paytida olgan bo'lsa, 1887-93 yillarda Makkaga borib keladi, haj safar uyushtiradi. Jurnalist Obidjon Mahmudov aytadiki, o'sha safari paytida Dukchi eshon ichburug' kasaliga uchrab, Makkada uzoq vaqt qolib ketadi. Ya'ni rejadan tashqari uzoq vaqt qolib ketadi. Bu yerda keyin qaytishda dengiz orqali qaytadi. Kemada, paraxodda dengiz orqali Hindiston, Afg'oniston, keyin O'zbekiston qilib qaytadilar. O'sha paytda qaytish qiziq bo'lgan. Paraxodda u kishi ketar ekan, ko'radiki, tekis yuza ustida ovqat pishib, choy qaynayapti, olov yo'q. Hayron bo'ladi. Keyin kapitanni chaqiradilar, o'sha paraxod nimasi boshqaruvchisi va boshqa mas'ullarni chaqiradi, so'raydilar, qanday bo'lyapti? Keyin ular tushuntirishadi, shunaqa fizik qonunlar va hokazolarni tushuntirib, parovoy potopniya deymizmi, shunaqa bilan hosil bo'lyapti bu narsa. Tushuntirgandan keyin aytadi, buni uy sharoitida qilish mumkin. Uy sharoitida Obidjon Mahmud keltiradi bular hammasini. Ha degan javobni olgandan keyin qaytgandan keyin xonaqoh qurdiradi va xonaqohni o'sha oshxona qismini Hindistondan mutaxassislar chaqirtirib, tasavvur qiling, mutaxassislar chaqirtirib, xuddi o'shanday qilib oshxona yasatadi. Keyin bu o'zini eshon qilishi ham biroz murozali, bahsli, biroz qaysi ma'noda kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan degan joylari ham bor, ammo bu hozir hayotni aytyapmiz, unchalik muhim emas deb o'ylayman. Mana shu narsa bilan xalq o'sha fizik qonunlar va boshqalar vositasida u kishini qilgan ishlarini ko'rib, karomatli bir narsadek ko'ringan. Mana shu joyi insonni achintiradigan holatlari ham bor aslida. Va Dukchi eshon bu karomatni avliyo, sehrgar va boshqalar deb atashiga sababchi bo'lgan narsa. Chunki Dukchi eshon butun qomusiy bilimlar bilgan, din bilimlaridan tashqari qomusiy bilimlarni bilgan va shu sababli ham Obidjon Mahmudov aytadi, Dukchi eshon o'z navbatida jadidchilikni tamal toshini qo'ygan insondir deydi. Men mana shu joyga hayron bo'ldim. Chunki uni faoliyatida biz jadidchilikka aloqador biron nuqta ko'rmaganmiz-da. Lekin shaxs sifatida ilm ma'rifatda o'zini davridan ancha ilgarilab ketganligini ko'rishimiz mumkin. Va xalq orasida mana shu karomatli ko'ringan ishlari, ya'ni o'sha fizik qonunlar, kimyoviy qonunlarni mukammal bilganligi va ularni qo'llay bilganligi, xalq buni tushunmaganidan Dukchi eshonga nisbatan avliyo, sehrgar yoki shunga o'xshash qandaydir nisbatlar bera boshlagan. Lekin aslida u kishi bilim sohibi bo'lganlar va buni qo'llashni bilgan, tatbiqini bilgan inson bo'lganlar va xalq orasida qaysidir ma'noda obro'sini oshishiga ham sababchi bo'lgan bu ilm sababli. Va o'sha davr muhitidan ko'rish mumkinki, xalq u qadar savodsiz bo'lganki, bilim bo'lmagan, oddiy narsalarni ham surishtirmagan yoki shunchaki diniy nuqtai nazardan qaysidir ma'noda xurofot ichkarisida qabul qilgan bu narsalar. Bu odamni achintiradigan holat. Ya'ni umuman qilib aytsak, hozir bu kishini yashagan davrlari 19-asrning ikkinchi yarmi. Lekin mana bunda o'qidim. Abdulla Qahhorni moziydan ertaklar nimasida u inqilobga yaqin yillar, o'sha 20-asrga o'tgan payt haqida aytadi. O'zini hayoti haqida aytgan, dadasi shunaqa inson bo'lgan ekan, qiziqargan texnikalarga. Birinchi marta bir ko'chadan velik bilan yurayotgan bo'lsa,
va odamni oyog'i yerga tegmasdan yuryapti deb bitta ayolni yuragi urib o'lib qolgan ekan. Keyin birinchi marta tikuv mashinasi, Zinger degan tikuv mashinasini olgan bo'lsa, bu odamlar hayron bo'lib, keyin bu tabibligi bor, karomati bor deb, bolasi kasal bo'lsa o'qitishga olib kelgan. Men bilmayman desa, yo'q siz kamtarlik qilmang deb majburlar ekanda. Keyin o'zini bolasi vafot etganda o'sha kishini keyin xotini aytgan ekan, shuncha karomatingiz bor ekan, nimaga bolamizni siz o'qib qo'ymadingiz shunaqa. Bu ya'niki 20-asr inqilobga yaqin yillarda shunaqa bo'lsa, endi u davrda undan ham baxshi bo'lgan mumkin. Ya'ni umumiy qilib aytganda o'sha sehrgar deb nom chiqarishi yoki deylik qanaqadir karomati avliyo deyishi shundan bog'liq, ya'niki zamonaviy ba'zi fizik qonunlarni bilgan inson bo'lganligi uchun. Dinni ham yaxshi bilgani uchun va bilamizki, boshida agar oilasi og'ir ahvolda yashagan bo'lsa, keyinchalik moliya jihatdan yaxshi nimasi bo'lgan, chunki Makkaga borgan, Hindiston orqali kelgan yoki ustalar chaqirgan va demak ishini ham yaxshi bo'lgan, kasbini. Shu jihatlardan umumiy qilib aytganda, odamlar orasida har taraflama obro' topgan desak bo'ladi. Xo'p. Endi tanishib oldik shaxsi bilan. Ishni yaxshi bilgan, dinni ham undan tashqari zamonaviy ilmlarni bilgan inson sifatida nimasi bor. Endi qo'zg'olon. Lekin baribir bilamiz, qo'zg'olon o'zi ruslar Qo'qonni olayotganda anchagina xunrezlik bo'lgan. Va bundan ko'p o'tmasdan nimaga odamlar oyoqqa turdi? Nimaga qo'zg'olonga sabab nima bo'ldi? Shular haqida gapirsak, kimlar aynan oyoqqa turdi, u kishini atrofida birlashdi, motivlari nima edi ularni? Qo'zg'olonga kelgan bo'lsa, qo'zg'olon daqiq to'xtalish talab qiladi. Sabab, agar tarixga qaraydik, endi umumiy qaraydik, chunki daqiq emas ko'pchilik hozir ko'ruvchilarga anglatish oson bo'lishi uchun. Tarixga agar umuman e'tibor berib qarasangiz, qo'zg'olonlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi stixiya ko'rinishidagi uyushmagan ma'lum bir norozilik kayfiyatini ifodalagan qo'zg'olonlar bor. Ikkinchisi inqilob ko'rinishidagi va tarixning ma'lum bir nuqtasida burilish yasab bergan qo'zg'olon. Masalan, misol Abu Muslim qo'zg'oloni. Bu qo'zg'olon shunchaki bir arab xalifaligidagi norozilik qo'zg'oloni emas, balki u xalifalikda boshqaruv shakli bitta sulolani o'rnini almashtirgan, inqilob yasab bergan qo'zg'olon hisoblanadi. Yoki shunga o'xshab bizda keyingi ilgarilagan davrlardagi istiqlolchilik harakatlari. Bular ham masalan ko'lami keng, maqsadli harakatlarda. Ammo ba'zi qo'zg'olonlar borki, u qadar masalan Angliyadagi O't Tayr qo'zg'oloni shunchaki norozilik ifodalagan, ma'lum bir necha kunda ichida tugatilgan qo'zg'olonlar. Yoki to Dukchi Eshongacha bo'lgan o'sha Po'latxon qo'zg'oloni bor va ungacha norozilik ba'zi qo'zg'olonlar, ular hammasi stixiya ko'rinishida hech bir norozilik ifodalagan va maqsadsiz amalga oshirilgan. Endi Dukchi Eshon qo'zg'oloniga keladigan bo'lsak, Dukchi Eshon qo'zg'oloni endi savol tug'iladiki, qaysi biriga tegishli? Maqsadli inqilob ko'rinishidagi qo'zg'olonmi yoki stixiya ko'rinishidagi qo'zg'olonmi degan. Shu yerda men o'zimni qarashimni aytib o'tib ketay. Dukchi Eshon meni nazarimda bu shaklda qo'zg'olon qilishni istamagan aslida. Qo'zg'olonni boshlanishiga keladigan bo'lsak, qo'zg'olon aniq bir plan bilan rejalashtirilgan bo'lishi kerak edi va u bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak edi. Masalan, o'sha 1898-yilning 14-16 may kunlari Dukchi Eshon uyida yig'ilish o'tkaziladi. Bu o'sha manbalarga asoslangan, siz bilgan Dukchi Eshon nomli asardan olingan. Va bu majlisda kelishiladiki, qo'shin to'planadi va navbatma-navbat avval Andijon, O'sh, Marg'ilon egallanadi. Undan so'ng Qo'qonga qarab yuriladi. Va bu ketma-ket amalga oshirilishi kerak edi. Va bu hujumlar, o'sha dastlabki 3 joyga hujum bir vaqtda amalga oshirilishi kerak. Va to'g'ridan-to'g'ri harbiylar. Tasavvur qiling. To'g'ridan-to'g'ri harbiylarga amalga oshirilishi kerak edi. Ular sarosimaga tushib qoladi. Masalan, qo'zg'olon ketishini bilasiz. Qo'zg'olon darrov boshlangandan keyin birdan
telegraf kabeli simlari uziladi. Ba'zi temir yo'llar buzib tashlanadi. Bekordan bekorga biz aloqani kesish kerak. O'sha davrda eng sifatli aloqa telegraf. Bir necha kun yoki bir necha soat ichida, balki daqiqa ichida borgandir. Endi agar ular bu aloqani kesishsa, ular vaqtdan yutishadi qo'zg'olonchilar va nima qilishga, amalga oshirishga. Lekin tasavvur qiling, qo'zg'olon mayda shundoq 16da boshlandi, 17-mayda boshlandi, iyulga ham bormadi. 15 kun davom etmadi-yo, birdan tugatildi. Qolgan qo'zg'olon qolgan 3 oyi isyonchilarni sud qilish bilan o'tdi. Shundan ko'rasizki, aslida inqilob yasash kerak bo'lgan qo'zg'olon stixiya ko'rinishda qo'zg'olonga aylanib qoldi. Bu yerda men bu narsani aytishim sababi Dukchi Ishonni ma'rifatli inson sifatida bilishimiz. Bir inson qomusiy bilimlarni bilgan, diniy shariat ilmlarini chuqur egallagan bir odam bunaqa stixiyali qo'zg'olon qilishi men uchun sal mantiqsizdek. Chunki rejasiz ish qilmaydi-da. Shunchaki xalqni azobga qo'yib ketishi kerak bo'lmagan narsa. Shuning uchun o'ylagandim, Dukchi Ishon rejalashtirgan buni deb o'ylab yurdim. Keyin bunga ham asosli manba topdim. O'zbekiston tarixi 2023-yil nashrida aytilgan. Dukchi Ishon uyiga 16-may kuni odamlar to'plandi. 200 ga yaqin odam to'planib, darrov isyon boshlashni talab qildi birdan. Dukchi Ishon sarosimaga qolib ketdi. Nima qilish kerak, u yetakchi sifatida boshlab berish. Mana shu narsa majbur bo'ldi. Ya'ni xalq qo'zg'aldi, birdan ko'tarib yubordi-da. Ya'ni bu bitta kishi tomonidan boshqarilmadi. Xalqni kayfiyatini nimasi ifodasi o'laroq ko'tarilib ketdi-da, lekin plandan chiqilmadi qaysidir ma'noda. Borguncha to'plangan insonlar, isyonchilar 3 ga bo'lindi, hujum uyushtirildi, telegraf simlari uzib tashlandi, lekin bu qurol jihatdan, harbiy tayyorgarlik jihatdan yetarli bo'lmagani uchun maqsadga yetishilmadi yaxshi. Lekin ruslarni yaxshigina qo'rqitdi, mustamlakachini yaxshigina qo'rqitgan isyon hisoblanadi. Chunki tarixda birinchi marta O'rta Osiyo aholisi to'g'ridan-to'g'ri harbiylarga hujum qildi-da. Hech qanaqa mahkamaga bormadi, norozilik ifodalab, uyezd yoki pristav binosining yonida yig'ilmadi-da. To'g'ridan-to'g'ri kazarmaga, harbiylar turgan joyga hujum qildi. Mana shu narsa qo'zg'olon xarakterli jihati hisoblanadi. Qo'zg'olon shu tariqa boshlandi. Men shuning uchun ba'zida o'ylab qolamanki, balki isyonning boshlig'i Dukchi Ishon bo'lmasligi mumkin. Chunki Dukchi Ishon agar Obidjon Mahmudovni fikrlariga tayanadigan bo'lsa, agar jadidchilikni tamir toshini qo'ygan ma'rifatli inson sifatida, u kishi isyonga bir da'vati qiladigan inson bo'lmagan. Agar qilgan taqdirda ham bunaqa stixiya shaklidagi isyonga boshchilik qilmas edi degan, endi o'zim uchun mantiqli bu. Boshladimi, demak, uni bir tizimli shaklda amalga oshiradigan shaxs bo'lishi kerak edi, lekin bu yerda qandaydir bir narsa bo'lganki, biz anglamagan yoki tarixga ochilmagan bir narsa bo'lganki, boshlanib ketdi va bu kishining nomi bilan atalib qoldi. Ba'zida o'ylayman, ya'ni Dukchi Ishon aslida isyonni shaxsan o'z bo'yniga olib boshlashga harakat qilmagan, shunchaki xalqning bosimi bilan yetakchilikni qo'lga olishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu bironta tarixchi aytmagan, bu o'zimning fikrim. Shunchaki shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin degan fikrim bor. Va qo'zg'olon ko'pga bormadi. Birdan bostirildi va 3 oy davomida 500 ga yaqin inson sud qilindi. Bu yerda Sotqin bor. Ismini hozir shu yerga, shu xatovga yozganman. Qorabek Hasanov O'sh uyezdini rahbari aytgandek, bir paytda 3 ta joyga hujum qilish kerak. Shundan bittasi O'sh edi. Shu birinchi hujum qaytarilgandan keyin ikkinchi hujum borish oldidan xabar beradi rejalashtirilgan hujum haqida. Bu mana shu narsa qo'zg'olonchilarning kuchini sindirgan narsa hisoblanadi.
Qorabek Hasanov u o'zbek, ammo sotqinlik qilgan. Mana shu joyda. Qoida bo'yicha u kishi qo'zg'olonchilar tarafda bo'lishi kerak bo'lgan. Xabardor bo'lgan, ya'ni harakatdan xabardor bo'lgan. Ya'ni polislarga maktublar jo'natilgan qo'zg'olon haqida manbalarga ko'ra va bu narsadan xabar bo'lgan u kishini. Va buni darrov amalga oshirgan, xabarni bilan sotgan va bu qo'zg'olonchining kuchini sindirgan narsa. Ya'ni o'shda ular keyin qarshi chora ko'rishgan. Shunday. Lekin boshqa shaharlarda-chi, Andijon bilan Marg'ilonda qanday kechgan? Aytdik, Dukchishon boshchiligidagi guruh Andijonga, Marg'ilon, O'shga bo'ladigan bo'lsa, birinchi hujum amalga oshirildi. Masalan, kazarmaga hujum bo'ldi. Undan keyingisi O'shga masalan ketayotgan paytda bu sotqinlik amalga oshirildi. O'sha O'sh yo'liga bo'lgan guruhga boshchilik qilgan qo'zg'olonchilar rahbari buni bilgandan keyin, harbiy tayyorgarlik ko'rgandan keyin ortga qaytib ketadi birdan. Birdan qaytib qolgan qo'zg'olonchilarga qo'shiladi. O'zi mana shu narsa sarosima, ruslarda sarosima bo'lgandan keyin ularni qo'rqitganida bitta narsasi mustamlakachilik, rus desam sal nima kelyapti. Mustamlakachilikni qo'rqitgan narsasi Mingtepa qishlog'i va unga yondosh qishloqlarni 3 kun to'pdan o'qqa tutilgan. Isyonchi yo'q bu yerda, hech narsa yo'q, lekin 3 kun to'pdan o'qqa. Bu ularni qanchalik qo'rqitganini, ikkinchidan ular o'zlarini qanday kuchga ega ekanliklarini ko'rsatib qo'yish uchun boshlanib ketgan. Bu narsani ko'rsatib qo'yishdi, lekin o'zi aytdigan qo'zg'olonchilar ko'p emasdi soni, 2000 ta atrofida. Undan nariyog'i ham ba'zi qo'shilgan guruhlar bo'lishi mumkin, lekin tarqalib ketdi-da. Maqsad siz bo'lib qoldi endi. Chunki Dukchishonni yashirinishga majbur. Isyonchilar tutish boshlandi birdan. Masalan, 17 da boshlangan bo'lsa, 19, 20 bu yog'iga qarab isyonchilarni tutish harakati boshlandi. Hech nima bo'lmadi. Tutilgan tutildi, qochgan qochdi. To'liq Mingtepa qirg'in amalga oshirilgan. Duxovskiy maktubidan keyin bu narsa to'xtatildi. Aytdiki, mamlakatda norozilikni kuchaytirib o'tmaslik uchun ehtiyotkorona tadbirlar ko'rilsin degan maxfiy xat bo'ladi. Karolkov bilan Duxovskiy orasida. O'sha narsadan keyin nima bo'ldi? Biroz yumshadi. Hatto sud jazolarida ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. 500 kishi bo'lsa, ancha katta qismi, adashmasam 351 qismi o'limdan bekor. O'lim jazosi bo'lsa, o'shandan qaytarildi. Yumshatildi. Endi aytmoqchi bo'lganim, o'sha Andijon va Marg'ilonga borganlar ulgurmadi o'sha kazarmani egallab nima qilishga? Yo'q, ulgurishmadi. Bunga sabab sanoqli insonda miltiq bor. Bir qolgani mehnat qurollari bilan qurollangan jangar. Kazarma endi bilib turibmiz, himoyalangan, oddiy jihatdan qattiq himoyalangan va 2-3 ta o'q hech narsani o'zgartirmaydi. Ya'ni qo'zg'olonchilar tomonidan otilgan narsa men nazarimda va bu qo'zg'olon amalga oshirilganda bir necha soat deylik, soat ichida qurollanishga ulguradi harbiylar. Qurollanishga ulguradi, birdan o't ochish boshlanadi. Va bu birdan chekinishga majbur qiladi, chunki qurolsiz insonga nisbatan qurol bilan harakat qilgan paytda menimcha ko'p qarshilik bo'lmaydi. Uzoq vaqt davom etmaydi. Demak, qo'zg'olon baribir reja qilingan bo'lsa ham puxta nima qilinmagan, planlashtirilmagan. Pishib yetilmasdan boshlab to'liq masam deylik, 3 ta shaharga boramiz, lekin kim nima qiladi? Kazarmani o'rganib, qayerdan hujum bular qilinmagan. Lekin o'z aytganingizdek, Dukchishon asli ilmli odam buni o'ylashi kerak edi. Keyin nima ham bor, ulardan nima ham bo'lgan, ya'ni shunchaki ruslarga ovozimizni eshittirish emas, Qo'qon xonligini tiklaymiz degan nimalar ham bo'lgan ekan. Yo balkim bu xalqni prosta nima qilish uchunmi, ya'ni qo'zg'asin deb balandparvoz gapmi? Bor narsa, rejada bor deyiladi. Ya'ni o'sha 3 ta joy egallangandan keyin amalga oshsa, borib Qo'qon hududidagi shaharlar va Qo'qon xonligi ruslardan ozod qilinadi va taxtga Dukchishonni jiyani musulmonqul Abdulaziz degan
yigit o'tkazilishi kerak edi. Lekin haligi manbaga ko'ra aytdimmi, hovlisiga kirganda 200 kishi qo'zg'olon talab qiladi. O'sha qo'zg'olon talab qilganda darrov oq kigizga o'tkazib, Dukchi Eshonni xalifa qilib ko'tarib yubordi deyishadi. Xon qilib ko'tarib e'lon qilishib, ya'ni u reja birdan barbod bo'ldi-da, ya'ni o'sha joyda qo'zg'olon boshlanib ketdi deyiladi. Shu yerda bu aniq bor edi rejasida. Ya'ni alohida xonlik tarkib qilish bor edi, lekin amalga oshmadi. Xo'p, qo'zg'olonda nima? Kimlar qatnashgan? Men eshitishim bo'yicha ko'pchilik chorvador qirg'izlar aynan nimalarini, mollarini ruslardan qaytarib olish uchun shunaqa joylarni o'qidim. Kimlar qatnashgan? Balkim ularni nimalari, maqsadlari hammasiniki nima bo'lmagandir, ya'niki meni davlat qilish emas, bir xillari maqsadlari kichik bo'lgandir. Boramiz, nima qilamiz, nimadir olamiz yoki talon-taroj qilamiz yoki ruscha manbalarda o'qisa shunaqa gaplar borki, qo'zg'olonchilar oddiy rus aholisiga ham hujum qilgan, o'yinlarni talon-taroj qilgan degan. Bu haqida va boyagi kimlar qatnashgan edi? Shu haqida. Kimlar qatnashgan? Qo'zg'olon tarkibi moddiy durumiga agar diqqat qiladigan bo'lsak, oddiy insonlar, millat jihatidan men ba'zi manbada tojiklar deb o'qidim, siz qirg'izlar deb o'qidim, qarshilashmadim. Shu ikki ma'lumotni agar birlashtiradigan bo'lsak, tojik va qirg'izlar asosiy o'rin tashkil qiladi. Va bu yerda hujum davrida oddiy rus aholisiga hujum qilinganligi haqidagi ma'lumotlarga duch kelmadim. Lekin bu o'sha rus aholisiga katta bir vahima berganligi ma'lum. Chunki ularning birortasi ko'chadan tashqariga chiqmay qo'yganligi, uyga qamalib qolganligi haqida aytiladi. Buni o'sha Dukchi Eshon rus protokol yoki arxiv hujjatlarida so'roq paytida so'raladiki, qo'zg'olon boshlashga sabab nima bo'ldi deganda Dukchi Eshon aytadi. Shariatni buzilishi, aholi axloqini buzilishi, vaqflar mulkining bekor bo'lganligi va aholini axloqiy jihatdan yaxshilashga hech qanday bir islohiy harakatlar amalga oshirilmaganligi degan sabablarni keltirmoqda. Lekin ba'zi manbalarda bahona sifatida keltiriladiki, 1886-yilda qabul qilingan Turkiston o'lkasini boshqarish to'g'risidagi nizomda ko'rsatilgan ba'zi bandlarning bu yoqqa tatbiq qilinishi aholi orasida tatbiq qilish norozilik keltirib chiqardi deydi. Men o'ylayman, bu aynan ruslarni ko'chirib kelish siyosati bilan bog'liq masala bo'lsa kerak, chunki yerlar 5 desetinagacha oddiy aholiga yer berilgan ekan, o'shanda bu hozirgisi 1,5 gektar, 5 gektarni yer bo'lar ekan. Katta hajm va aholi norozi bo'ladi. Ya'ni ularga berilgan yer eng hosildor yerlar bo'lgan, ya'ni eng hosildor va buna shu narsalar norozilik sababchi bo'ladi deb ko'rsatiladi. Lekin agar biz Dukchi Eshonni nutqiga qaraydigan bo'lsak, boshlanishiga sabab sifatida diniy mohiyat kasb qiladigan va bu axloqiy nuqtai nazardan noroziligini bildirganligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa manbalarga qaraydigan bo'lsak, bu ijtimoiy o'sha ruslarni siyosatiga nisbatan norozilikni ifodalab kelganligini ko'rishimiz mumkin. Sabab. Demak, o'sha men o'qigan yer ma'nosi boyagi vaqf dedingiz, shu ham bo'lishi mumkin. Ya'niki ko'pchilik Rossiya imperiyasining boshqa yerlaridan rus millatiga mansub aholi keltirilyapti-da. O'zi vodiyda bilamiz, odamlar zich yashaydi, yerlar kam. Balkim vaqflar hisobidan ularga berilgan bo'lishi ham mumkin. To'g'rimi? Boyagi rus aholiga berilgan bo'lsa, norozi bo'lgan bo'lishi mumkin. Aholidan yaxshi yerlarni tortib olgan bo'lsa, shu bo'lishi mumkin. Umumiy nimani sabab ma'lumki, o'sha rus imperiyachilik siyosatining, rus deganda Rossiya imperiyasini nazorat qilyapman. O'shandan noroziligi aholini. Lekin ko'pchilikda men ham o'qiganimda diniy motiv kuchli bo'lgan deyiladi. Ko'pchilik ya'niki deylik g'ayri dinlarga qarshi urush, jihod qilish va boyagi xonlikka o'xshagan musulmonlar tomonidan idora qilinadigan davlat tuzish ma'nosida bo'lgan ekan deb eshitdim. Bu aytayotganingiz aslida tabiiy hol. Nimaga desangiz, har bitta harakatni ma'lum bir g'oya ushlab turadi.
o'sha davrda, ya'ni Dukchi Ishon isyoni davridagi eng ko'rinarli g'oya, bu insonlarni harakatga keltiradigan g'oya, diniy g'oya, din bilan yo'g'rilgan g'oya bu. Bundan boshqa hech narsani ko'ra Hozir ham olmaysiz. shunday deb o'ylayman. Masalan, o'sha 20-30 yillardagi istiqlolchilik harakatlar, bosmachilik harakat, ularda diniy motiv bor, ammo undan ko'ra istiqlolga bo'lgan harakat, qaysidir ma'noda men mustaqillik falsafasi ularda kuchliroq. Diniy motiv ko'rmaysiz, kam. Masalan, nomlanishida, davlat nomlanishi yoki hukmdor nomlanishida Amirul Mo'min yoki xalifalik degan jumlalar ishlatiladi-ki, lekin tom mohiyatiga qaraganingizda bir siyosiy nima kuchli-da, mafkuraviy nima kuchli, diniy uncha ko'zga tashlanmaydi. Lekin Dukchi Ishonda diniy motiv siz aytganingiz juda kuchli. Bunga Dukchi Ishonligi birinchidan diniy juda katta ularga dalda bo'lgan va mana shu yo'l bilan xalqni harakatga keltirish mumkin edi, ya'ni jihod deyish bilan va ruhlantirgan. Hatto men siz bilgan Dukchi Ishon nomli nimada kitobda Dukchi Ishonni to'liq nutq keltirilgan. Bu men uni nima olmadim, chunki u badiiyat bo'lishi mumkin, biroz deb qissani talab o'laroq keltirgan bo'lishi mumkin, lekin o'qib chiqdim, juda katta kayfiyat bor. Isyonga targ'ib kayfiyat. Juda, ya'ni o'qigan ruhlanadi, ya'ni eshitgan odam albatta ruhlanadigan. Ba'zi manbalarni eshitib yotgan paytim ko'rdimki, Dukchi Ishon isyonchilarga nisbatan aytyaptiki, sizlar qo'rqmasdan hujum qilinglar, men duo qilaman, qo'llaringdagi tayoqlar miltiqqa aylanadi va xalqning orasida Dukchi Ishon Mahdi, unga oq otda ovqat bergan degan. Lekin shu yerda bitta narsa aytib ketaylik, Dukchi Ishon xalqaro madad ham kutgan ekan. Abdulhamid xon ikkinchidan xalqaro madad istagan. Maktub yozgan ekan, maktub yetib bormagan. Lekin soxta maktub uzatilgan ekan. Soxta maktub keltirilib, balki agar bu narsani haqiqatni bilsak, bu soxta maktubga agar Dukchi Ishon ishongan bo'lsa, balki shu xalqaro madad kutgani uchun balki isyon boshlagan bo'lsa. Xalqaro madaddan kuch olib isyon boshlab yuborgan bo'lishi mumkin. Ana shu hozir esimga keldi. Men ham o'qidim shu haqida. Haqiqatan ishongan bo'lishi mumkin, chunki Abdulhamidxon haqida o'qiganimda yoki kinosini ko'pchilik ko'rgan. Ko'ramizki, uni xufiya tashkiloti juda ham kuchli bo'lgan. Dunyoning har yerida bo'lgan. Balki o'shanga ishongan bo'lishi ham mumkin. Hatto aytishadiki, Buxoroning qozi Kaloni ham Abdulhamidxonga ishlagan deyshadi. Dunyodagi har bitta shu musulmonlar ishlagan o'lkalarda odamlari bo'lgan deyshadi. Lekin boyagi turk manbalarida shu narsani ko'ramiz. Nega shu aytilmaydi? Masalan, Abdulhamidxonning xufiya tashkilotini kinoda yana ham ko'proq qilib bo'rtirib ko'rsatadi. Lekin Dukchi Ishon haqida hech narsa deyilmagan. Agar bu haqiqatan bo'lgan bo'lsa, soxta maktub bo'lsa ham yetib borgan bo'lsa, kinolarda, kitoblarda chiqarish kerak emasmidi? U Abdulhamidxonning kuchini ko'rsatish jihatidan demoqchiman. Lekin ko'rmadim boshqa joylarda turk manbalarida. Dukchi Ishon bilan Abdulhamid aloqasiga keladigan bo'lsak, meni qiziqtirgan narsa Abdulhamidxonni O'rta Osiyodagi vaziyatdan xabardor bo'lishi uncha hayron qolarli emas, ya'ni sulton sifatida va juda siyosatchi sifatida. Lekin Dukchi Ishonni Abdulhamidxondan xabar bo'lishi bu katta narsa. Chunki O'rta Osiyoda oddiy bir hunarmandni o'g'li shunchaki diniy bilimlarni o'rganib turib, kimsan Turkiya degan yerda shunaqa bir sulton bor, ya dining bir, e'tiqoding bir, senga yordam berish mumkin. Ya'ni bu narsa ham ko'rsatadiki, men yuqoridagi fikrimni asoslash uchun aytaman. Dukchi Ishon uncha buncha narsani bilgan inson bo'lmaganda, juda katta bir bilim bo'lgan kishida. Va u xalqaro madadni tasavvur qiling, hech qaysi o'zgarda ko'rmaysiz. Ungacha bo'lgan xalqaro madad kutgan hatto. Lekin tarixchilarimiz borib turk arxivlarini ko'rganda, Abdulhamidxon davriga tegishli arxivlarda Dukchi Ishon bilan bog'liq ma'lumotlar bor, lekin aloqalari yo'q. Ular isyon haqida, shunaqa isyon bo'lganligi haqida arxivda keltiradi, tasavvur qiling, u xabardor bo'lib turgan Turkiya, lekin aloqa qilindi, maktub yuborildi, unaqa bo'ldi, oq fotiha berdi degan nuqtalar yo'q. Keyin balkim o'zimcha o'ylayapman-da.
bunaqa vaziyatdan Abdulhamidxon aniq foydalanadi. Chunki boshqa taraflarda ham o'zi Rossiya imperiyasiga qarshilik nimalari bor edi. Kavkazda yoki deylik Balkanda, Bolqonlarda nima qilishardi. Nima bo'lishi ham mumkin? Adashmasam 96-97-yillar Turkiya Yunoniston bilan urush bilan band bo'lgan. Balkim bu ta'sir qilgandir, e'tibor bermasligi. Bilaman, Abdulhamidxon reaksiya bildirmasligi nimaroq holat. Lekin qiziq haqiqatan. Men o'ylayman, buni yana ham o'rganish kerak. Chunki haqiqatan siz aytgandek, o'rtasida turib, qayerdadir Abdulhamidxon borligini bilish, u yordam berishini bilish qiziq narsa. Shaxsiyat sifatida kuchli shaxs bo'lganini ko'rsatadi Dukchishon. Chunki o'sha aytyapsiz, diniy fon katta bo'lgan, bu agar salgina o'sha muvaffaqiyat qozonganda, deylik, o'sha shaharlardan hech bo'lmaganda bittasini egallaganda ovozi eshitilishi mumkin edi ularga. Va Abdulhamidxondan bilamiz, juda ko'p butun musulmonlarni bitta atrofda birlashtirish, endi zamonaviy tilda pan-islamizm g'oyalari kuchli bo'lgan. Bundan foydalanib, qanaqadir yordam yuborib yoki deylik, Kavkaz tarafdan, Bolqonlar tarafdan Rossiyaga bosim o'tkazib, yordam berish ham mumkin edi, balkim. Qiziq holat lekin. Yoki deylik Afg'oniston. Bu tarafdan reaksiya bildirmagan. Chunki bu yerga o'sha bilamiz, istiqlolchilik harakatidagilar ko'pchiligi keyinchalik Afg'onistonga borishgan, nima bo'lgan, har doim ta'siri bo'lgan. Afg'onistondan qanaqadir nima bo'lmasligi ham g'alatiroq reaksiya. Yo'q, menimcha Dukchishon nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, Turkiyaga maktub yozgan. Demak, u bilgan kim unga yordam bera olishi mumkin, kim yordam bera olmaydi. Masalan, shu orada 1898 bo'ladigan bo'lsa, Buxoro amirligi va Xiva xonliklari ham bor edi. Masalan, ularni amiriga ham xufiyona maktub yozish mumkin edi, men nazarimda, lekin hech ko'rinmaydi. Tariximizda uchratmaymiz. O'z-o'zidan endi qo'shni Afg'onistonga keladigan bo'lsak, Afg'oniston ham masalan Dukchishon nazarida ishonchli yoki yordamga qurbi yetadigan bir davlat sifatida ko'rinmagan bo'lishi mumkin nazar. Lekin Turkiyaga maktub yozgan, lekin u Turkiyani qudratini yoki qaysi ma'noda diniy jihatdan yoki boshqa nuqtai nazarlardan u qandaydir yordam olishi mumkin degan bir narsa bo'lgan. Ishonchi bo'lgan qandaydir. Bu yog'i bizga sir. Chunki bir davlatlar ora uzoq bir davlatga madad istash bu ham bir qiziq holatda. Lekin haqiqatan qiziq holat, ko'pchilik tariximizdagi qo'zg'olonlarni ko'rsak, bunaqa holat kamdan kam bo'ladi. Haqiqatan bilimini ko'rsatadi. Xo'p, endi nimaga o'tsak, qo'zg'olon bostirildi juda ham tez holatda. Va undan keyin nima bo'ldi? Ko'pchilik dorga osilganlar bor, adashsam 5 kishi, nima bilan keyinchalik yana nimalar va Sibirga surgun qolganlar juda ham ko'p, adashmasam 700 gami, qanchaga yetish kerak, undan oshish kerak. Va Dukchishonni shaxsiy kutubxonasi ham musodara qilingan, ko'p narsalar qilingan. Shular haqida. Qo'zg'olon bostirildi. Qo'zg'olon haqida ikki xil manbalar bor. O'zbek tarixchilari orasida ikki xil qarashlar bor. Shu yerda ikkalasini keltirib o'tsak, qolganligi manfaatli bo'ladi. Birinchisi, tarixda qo'zg'olon bostirildi va Dukchishon o'ldi deb hisoblaydigan tarixchilar rus arxiv manbalariga tayanib bu fikrni aytishadi. Va bizning darsliklarimizda hammasida bu ma'lumotlar ketadi. Hammasi ketadi. Unda o'sha isyonda 477 kishi umuman isyonda ayblanib hibsga olinganligi va ularni 350 ga yaqini sud jazosi bilan, qolganlari Sibirga surgun qilish bilan va u Sibirga surgun qilish isyonchini o'zini emas, oilaviy surgun qilish bilan voyaga yetmagan, adashmasam, ikkita yosh bolani katorgaga 18 ga kirgandan keyin majburiy mehnatga chiqarilganligi aytiladi va Dukchishonni Arslonbob degan hududda ushlashadi va uni olib kelishadi. So'roq surishtiruvlardan keyin osuvga hukm qiladi va osilayotgan paytda Dukchishon ba'zi nutq bilan o'sha xalqqa murojaat paytida stop deb yuborilib
osilib o'ldiriladi va bu osish jarayoni ommaviy amalga oshirilib, avvalgi qatorlarga maktab bolalari, yosh bolalar terib chiqilganligi aytiladi. Bu ham bir siyosat aslida. Ikkinchi marta bunaqa qilmanglar. Sizlar ham shunaqa narsa muallima ta'siri hozirgacha bor. nima borda xitob bor aslida. Bu narsa keltiradi. Tarixchilar aytadiki, biz mana rus manbalarida, mana haqiqiy hujjatda ko'ringan narsani sizlarga aytyapmiz deydi va dukchi eshon sifatida mana shu insonni ko'rsatishadi. Bu suratidan taniydigan insonni ko'rsa va dukchi eshon deydi. Ammo xalqaro Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi jamg'arma a'zolari, ayrim tarixchi jurnalistlar aytishadiki, yo'q, dukchi eshon isyondan so'ng o'lgani yo'q. Uzoq vaqt yashagan va hatto ba'zi rus manbalarida men ismlarini keltirdim, tarixchi Salkov va Guzimovlarning asarlarida ham ikkinchi marta dukchi eshon isyon qilishga harakat qilib ko'rdi degan manbalar uchraydi. Hatto bu ham qiziq holat aslida. Nega? Ular dalil sifatida keltiradi. Birinchisi, Fozilbek o'g'lining dukchi eshon voqeasi, o'zini ko'rganlarini yozgan yoshligida va bunda ba'zi tarixiy xatolar bo'lishiga qaramasdan dukchi eshonni o'rniga uning eng yaqin muridlaridan biri sizni o'rningizga men o'zimni o'ldiraman, qurbon bo'lishga tayyorman degan fikr bilan shu taslim bo'ladi va dukchi eshon o'rniga u kishi osiladi deyiladi. Obidjon Mahmudov jurnalist aytadiki, dukchi eshon sifatida qo'lga olingan shaxs ko'cha bo'ylab qafasda olib o'tilgan va to'xtalib hamma oddiy xalqdan so'ralgan, mana shu inson dukchi eshonmi deya. Va ular javob topa olmagan deydi. Ya'ni insonlar tanimagan, aniq tanish qiyin bo'lgan deyiladi va Asal Bibi dukchi eshon onasini ismi sifatida keltiradi va aytadi, general gubernator huzuriga keldi, suhbat qildi, so'roq qilingan paytda Shakaroy Asal Bibi aytadiki, men o'g'lim bunday ish qilish mumkin emas. Isyonchi bo'lish mumkin emas deydi va o'shanday vaziyatda general gubernator hibsdagi mahbusni olib chiqib, onasiniga bilan ko'rishtirmaydi deydi. Ko'rishtirmaydi va Obidjon Mahmud aytadiki, agar dukchi eshonligiga shubhasi bo'lmaganda bu ishni qilardi ruslar, bosh mustamlakachilar, lekin shubha bor edi. Agar yo'q, bu meni o'g'lim emas deydigan bo'lsa, ular qaysi ma'noda mag'lubiyatga uchraganini bilinib qolardi. Shuning uchun xalqni aldash uchun mana shu dukchi eshon deb buni qatl qilishgan. Va o'zlari ham amin bo'lishmagan dukchi eshonligiga deb ko'rsatishadi va Qashqarga dukchi eshon Qashqarga qochadi. Qashqardan u yoqdan vosita ila Afg'oniston bilan nimaga o'tib ketadi deydi. Tojikistonga o'tib ketadi. Tojikistonni Tavildara degan tumanida bugun dukchi eshon qabri bor. Rostdan. Dukchi eshonning qabri bor, avlodlari yashayapti. Nabiralari, chevaralari bor, chevaralari. Ular o'sha uzoq yillar davomida nima qilib, bugun o'sha ekspeditsiya, Xalqaro Bobur nomidagi ekspeditsiya borib, o'sha Tavildaraga dukchi eshon yashagan uy qabrini ziyorat qilib kelishgan. Va bular bir qadar ko'z bilan ko'rilsa-da, lekin tarixiy hujjat sifatida kelmagani uchun ko'pchilik tarixchi rad qiladi. Lekin ular aytadiki, ha, men dukchi eshonni chevarasiman deydi. Yani bir necha bor e'tirof etishgan. Bu nuqtalar bor. Men ikkinchi keltirgan ma'lumotni agar haqiqat oladigan bo'lsak, dukchi eshon qo'zg'olondan keyin chekinib yana qaytish niyati bo'lgan va bu keyingi o'sha mustamlakachilik siyosatining rivoji vaziyat dukchi eshonga yo'l bermagan bo'lishi mumkin. Chunki Hindistonda dukchi eshonni g'azallari saqlanar ekan. Dukchi eshon imzosida va bu ham dukchi eshonni ma'rifatli inson bo'lganligini va shunchaki bekordan bekorga bir isyon tashkil qilmasligini bildiradi-da. Va
hozir biz qaysini haqiqat deb olamiz bilmadim. Ya'ni o'smirlarga tayanamizmi, arxiv hujjatlariga tayanamizmi yoki o'sha xalqaro Bobur ekspeditsiyasi a'zolarini, tarixchilarning fikriga tayanamizmi? Buni eshituvchi, ko'ruvchilar o'ziga havola qilish kerak. Lekin bir so'z bilan aytganda, Dukchi Eshon xalqni qahramoni sifatida bilinishi kerak. Tanish kerak ko'pchilik. Demak, men birinchi marta buni eshityapman. Haqiqatan o'sha rus deylik generallari, qo'mondonlari ham tepaga yoqish uchun ham biz bostirdik deyish uchun ham yoki ham xalq ham qo'rqsin deb qo'rqitgan bo'lishi mumkin. Shuni bilyapmanki, agar kinosi juda ham zo'r kino senada tushsa bo'lar ekan bu insonning hayoti haqida. Deylik, kinoda qo'zg'olon tugadida, keyin bir joydan Dukchi Eshon kelib chiqadi. Menda kelib qoldi. Haqiqatan juda qiziq va men o'ylagandim, bugun ancha narsani bila olamiz desam, yana ham ko'proq savollar tug'ildi boshimda. Kam bilingan mavzu deyotgandim, keyin yana ko'rdimki ancha ishlar qilingan, lekin baribir ham hali ham kam ekan demak. Juda hali o'rganish kerak bu narsa. Demak, ancha o'rganish kerak ekan, chunki bu kishi aynan o'sha 18-asr, 19-asr oxirlari, 20-asr boshlaridan so'ng ko'p qo'zg'olonlar bo'lgan, Jizzax qo'zg'oloni bo'lgan Birinchi jahon urushlarida. Bulardan ko'ra farq qilyapti men nazarimda o'sha boyagi xalqqa yordam kutgani, ya'niki xalqaro vaziyatni ham sal-pal tushungan inson, ham diniy ham nima zamonaviy bilimlari bor inson, reja qila oladigan inson va u yerda faqat chiqib qanaqadir temir yo'l nimasini buzish emas, u yerda haqiqatan bir davlat tuzish niyati ham bor bo'lgan inson. Haqiqatan qiziq, men o'ylayman, alohida o'rganilishi kerak deb o'ylayman. Va boyagi jadidlarni nimasi, nima deydi? Ma'naviy boshlanishi. Shu haqida nima deysiz? Men o'ylayman, haqiqatan bo'lishi mumkin, chunki bir shunchaki chiqib qo'zg'olon ko'tarmadi, bilimi bor odam nima isyon qilyapti. Shundan ilhomlanib biz isyon bilan bo'lmasa ham o'zlarini qurollari bor, lekin ilm olsak rivojlanamiz degan fikrlar balkim kelgan bo'lishi mumkin deyapman kelajaklarda. Shu narsa, ya'ni Hindistonda g'azallari bor, yuqorida aytdim. Bundan tashqari Pantlar degan alohida nasihatlar to'plami va bu nashrga chiqqan kitob ekan, men hali uchratmadim. Topish mumkin bo'lgan Dukchi Eshonning nasihatlar to'plami. Ya'ni shuni ham bilamizki, u kishi endi o'sha davrda 42-45 yosh davrida bu asarlar yozgan. O'zi ma'rifatli, xalqni avval ma'naviy tayyorlagan bo'lishi kerak edi. U demak kitoblari bo'lgan u kishini, qaysidir ma'noda targ'ib bo'lgan. Ya'ni qaysidir ma'noda jadidchilikning kichkina bo'lsa ham unsuri bor. Ya'ni xalqni uyg'otish, qaysidir ma'noda nimadir berish ularga va undan so'ng isyon harakati, bu narsalar bor. Shaxs sifatida sirli, juda sirli. Xo'p, demak, bugungi suhbatdan nima oldim men? Dukchi Eshon haqida hech nimani bilmasligimni bilib oldim. Yana ko'p narsa kerak, shuni bildim. Lekin juda ham yana qiziqishim ortdi va umumiy ma'noda haqiqatan bu inson xalq qahramoni sifatida qolishi kerak deb o'ylayman. Va qo'zg'olon jihatdan ham qanaqadir bir ideya bilan, nima deydi, mafkura bilan qo'zg'olon qilgan inson sifatida qolishi kerak va jadidlarga ta'sir qilgani ham men bu fikrga qo'shilaman. Tariximizda tutgan o'rni albatta juda katta hisoblanadi. Shuning uchun yana fikrlar bo'lsa, xulosa o'rnida, marhamat. Keyin xulosa o'rnida shuni aytishim mumkin. Vaqt degan narsa. Men xayolimga keldi o'rganish vaqtida, nimaga? Bizga vaqtni biroz uzoqdek ko'rinishi mumkin, ammo aytgim keldi. Vaqt bizga Einstein nazariyasiga ko'ra bir chiziqli deb uqtirilganda, ko'p joylarda shunday. Ya'ni qaytmaydi. Va bir voqea ikkinchisini takrorlamaydi hech qachon degan bir narsa. Lekin vaqt spiralsimon harakat qiladigan bir borliq narsada va Dukchi Eshon va undan keyingi yangilanishlar mana shu qanoatimni tasdiqlagandek. Nega? Tasavvur qiling. Dukchi Eshon jadidchilik harakatining eng tamali va istiqlollik harakatining asosi sifatida
bir vaqt kesimida boshlandi. Bilasiz, spiralsimon harakat mana bunaqa harakat, yuqoriga rivojlanish. Har spiralsimon bir aylanada bitta nuqta kesishadi doim. Bir kesishgan nuqta ikkinchisini takrorlamaydi, lekin uning xususiyatlarini o'ziga oladi. Turkcha isyonidan keyin jadchilik harakatining paydo bo'lishi yoki istiqlolchilik harakatining paydo bo'lishi bu ko'rsatadiki, bu isyon kelajakdagi ko'tarilgan ma'naviy va qurolli harakatlarning asosi bo'lib berdi. Va tarixda shuni ko'rishimiz mumkinki, hech qachon hech narsa shunchakiga bo'lmaydi. Bekordan bekorga yo'q bo'lib ketmaydi. Biz yuqorida aytdik, Jukchishon qo'zg'olondan keyin vafot etib ketdi. U kishi mana shu tarixiy ma'lumot to'g'ri bo'ladimi yoki yashaganligi to'g'ri bo'ladimi? Uni ahamiyati yo'q. Ahamiyati u kishini ko'rsatgan ta'sir. Nima uchun aytyapman? Hozir mana bu narsani biz qilyapmiz, ya'ni bitta tarixiy ajdodimizni, bobomizni suhbat qilyapmiz, eslayapmiz. Va mana shu eslanish kimnidir aqlida, tafakkurida bitta burilish yasashi. Va mana shu yasalgan burilish kelajakda mana shu ishimizdan kattaroq ishni, mana shu yangilanishdan kattaroq bir yangilanishni amalga oshirsa, hali yoshimiz o'tib qarib qolgan paytimizda ha mana shu narsa bo'ldi deya bizim bir xursand bo'lsak, kimnidir o'zgartirsa, nimanidir o'zgartirsa, bizni xursand qiladigan narsa shu. Sizga ham rahmat. Aslida chunki siz menga bu taklif aytmasangiz, men bu narsani o'rganmasdim. Xo'p, uni qilib aytganda, o'sha aytganim, Turkchashon tariximizning nimasi ajralmas bir qismi. Va yana ham o'rganilish kerak ilmiy tarafdan ham va xalqqa ham ko'rsatilishi kerak. Va qaysidir ma'noda sizning gapingizdan shuni nima qilsam bo'ladiki, Turkchashonning bugungi bizlarning yig'ilishimizga ham ta'siri bor, bizlarning klubimizga ham. Oxirida nima deymiz? Klubimiz a'zolariga ko'rgan bo'lsangiz, mana bugun bizni universitetda Ipak yo'lida o'qimaydigan akamiz keldilar. Har doim aytgandek, o'sha kim qatnashmoqchi bo'lsa, hatto boshlovchi sifatida ham bemalol mavzularni tanlab, o'rganib, qanaqadir bizlarga noma'lum bo'lgan mavzuni, o'zi History Clubni maqsadi ham shu. Ko'pchilik bilmaydigan qiziqarli mavzularni topib, suhbat qilish. Chunki hech kim ekspert emas bu yerda. Va boshqalarga ham qatnashishni taklif qilamiz. Tomosha qilganlarga, chatda ham birga bo'lganlarga hammaga rahmat. Sizga ham rahmat.